Hello ittifoqli sizlar Zarasulon bugungi videomizda Warcraft serimini obzor qilamiz. Sizlardan kamand javobini berishni iltimos qilgan bo'lardim. Videoga like bosing va kanalga abunə tugmachasini bosib qo'ying. Biz videoni davom etamiz. Hozir men mini oldidaman Ruder yig'itganim. Bitta video olish esimga tushib ketdi, keyin obzor qilib kerak. Kanalda anchadan beri video chiqmayotganligiga uzr so'rayman. Bir ikki ishlar chiqib qoldi. Kanalimga nimadir bo'ldi. Shuning uchun to'g'rilash uchun kanalimda nimadir bo'ldi. To'g'rilash uchun ana shuning uchun video chiqara olmadim-da. Gapni hech kim tushunmadi shekilli. Mayli. Xo'sh, biz bu serverda obzor qilamiz. Men 50 tadan obunachi o'tdim. Stream qilmoqchi edim, lekin kod kelmayapti. Men telefon qilishni tanlagandim. Lekin men inglizchani tushunmayman. Ammo nimalar qilardim? Mini katta mini hecham bo'ladi. Bu yerda Pelis taraflardan bittasi. Bu yerdan bitta narsani yoqib qo'ysangiz, hozir ko'rsataman. Yoqib qo'ysangiz ana shuni oldi. Yoqib qo'ysangiz avtomatik sotiladi. O'chirish uchun shularni qaytadan bosasizda, menimcha. Shunaqa qilsa kerak. Shunaqa qilsa kerak, mana avtomatik sotilyaptimi? Qani qilib bunday gaplarni video olib bo'lgandan keyin yozib beryapman men. Xo'sh, avtomatik bu sotilmayapti shekilli-ga. Avtomatik sotilmayapti. Hozir qo'shamiz avtomatik sotishdi. Faqat baqa ruderamiz hayvonlardan tushgan narsani ham sotib bo'ladi. Hammasini emas, biriktiradi. Server ozgina qotyapti. Men telefonim o'zi qotmaydi. Mayli. Eng chat qilib keraklikcha balki olmadimiz kelar demoqchi edim. Mayli, yana qayta qilamiz. Baribir olmadimiz keladi. Mayli, uzoqqa boradi, shu mayli. Va olmasin, bir narsa kirkaysash mumkin. Opit uchun ham kerakda. Mayli. Xo'sh, endi sizlarga hozir bir ikkita narsalarni ko'rsataman. Hozir bu yer mana bu. Bu yer yo'qdi, mana avtomatik sotilyapti. Endi mana avtomatik sotilyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Avtomatik sotilyapti. Kanalga obuna va like tugmachasini bosing. Nimaga Zeros aktivasiz obuna bo'lasiz? Keyingi videomda Zeros aktivaman. Balki YouTube rankini ham olishi mumkin. Shuning uchun padishah qilinglar. YouTube rank olishim ham mumkin, balki olmasim ham mumkin. Bir ikkita keyingi Star serverini obzor qilgandim, lekin u nimadir ishlamadi, uning uchun kirolmaysizlar. Keyin Force Star serverida ham obzor qilgan, u ham ishlamayapti. Buni ham kirolmaysizlar. Hozir men sizlarga tunasi ko'rsataman. Endi hozir biz hozir men sizga hozir PvP'ni ko'rsataman. PvP juda mayli. Yerlari borda juda ajoyib. U yerda katta tekis joy. U yerda xohlagancha odamingiz bilan PvP qilishingiz mumkin. Hozir ko'rsataman. Var PvP deb yozamiz. Var PvP deb yozamiz. Xo'sh. Shuni 3 sekund deymi, 5 sekund deymi, hozir yaxshi bilan. Hop, mana var PvP. Server qotyapti. Ozgina böyle mazza qilib PvP qilishingiz mumkin. Endi spam yuborib sizlarga bir ikkita narsalarni ko'rsataman. Xo'sh, spawnga ham kelib oldik. Xo'sh, sizlarga ko'rsataman. Mana server qotyapti ozgina. Mana bu case'lar, donat case ham bor. Kit case ham bor, shekilli. Buncha o'zi keldim.
videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.